Qizajonlar, bugun sizlar bilan Aisha Cosmetics uzdan yangi olgan naborimni raspakovka qilamiz. Qaranglar, hamma yoqda ochilmagan holatda keldi. Asalligini qaranglar, rangini. Ochkim kelyapti qizlar. Wow. Qizlar, barxitli material qaranglar. Ochamiz. 3 ta narsasi va qalami bor ekan. Birinchi o'rinda pomadalarni ko'ramiz. Buni rangini qaranglar. Voshshe, xadavoy ranglardan. Wow, qaranglar qanaqa. Mana shunaqa pomadalarni shunaqa yaxshi ko'raman. Rangi yoqdi. Qaranglar buni. Ranglar bir-biridan zo'r. Повседневкаga ham, вечернийga ham mazza qilib ishlatasizlar. Bu esa lab uchun kontur. Buni qaranglar, shunaqa asal narsalari bor. Bu narxga buncha narsa idealni degani. Mana buni qaranglar, rangini. Mana bunaqa tush bor ekan. Jigarrang qoshli, kiprikli qizlar bo'ladi. O'shalar uchun jigarrang tush ham bor ekan. Bu highlighter. Kamera ko'rsatib bera olmayaptimi yo'qmi, lekin juda asal. Bu menimcha rumyani. Tenini rangini qaranglar. Ikkinchisi bu rumyana ekan. Umitidan ochsanglar, yopsanglar bo'ladi. Ya'ni yosh bolalar bo'lsa, qo'rqmasanglar ham bo'ladi. Voshshe asal. Aisha Cosmetics'dan mana shu naborni juda ham arzon narxga olsanglar bo'ladi. Bitta shuni ichida kosmetik keladi, nima kerak bo'lsa, hammasi bor. O'ylashinglar mumkin, bunaqa arzon bo'lgandan keyin sifati yaxshi emas deb. Yo'q qizlar, sifatiga gap bo'lishi mumkin emas. Bundan oldingi naborimni olib ishlatdim. Даже jiyanlarim sarpalariga ham olishdi. Qizlar, sarpelarga ham olsanglar bo'ladi. Dugonanglarga, yaqinlaringlarga, ayollarga juda ham chiroyli podarik. O'zinglar ham mazza qilib ishlasanglar bo'ladi. Bitta shuni olsanglar, sizlarga juda ham ko'p vaqtga bemalol yetadi. Trin duyulur havada, doya doya içime çekirem seni. Bir sesini duyayım arada sırada, bir bilsen ne kadar sevirem. Yaxshimisiz, toza olmasiz. Har doimgidek stillaringiz realni top. Har doimgidek sizning stillaringiz ham sujeniya bo'ladi. Voy rahmat. Olim, uxlab ketishdi. Tushunmadim, men krasnoy darushkalar bilan kelyapmiz. Sizlar nima bilan kelyapsiz? Nima bo'lyapti? O'rtoqlar. Bilamiz. Nima bu? Odam chiqmaydimi ichidan? Alaykum, hammaga yaxshi. Xo'p, vaqtida ransiya bir topda bo'lganlar, hozir ham lekin kiyimlari, stillari bilan topdan tushmaydigan Feruza Normatova. Sizning to'yingizni ham gapirishadi, kiyimingizni ham gapirishadi. Qanaqa immunitet bor sizda o'zi? Bilmayman, shu g'oyatda shunaqa immunitet kelgan paytda hech kim buzolmayapti shuni. Buzmasdan. Iloyim buzmasin. Kinogamiz, o'sha kinoga sizga taklifnoma olib keldim. Faqat mashhur olishingiz kerak. Xorazmchasiga nova. Ana, ha, yana qanaqa so'zlari bor? Oling. Qarang, bundoq qo'yaman, qarab. Mana meni mashinamni obzor qilishyapti. Siz qora xohlayapsizmi? Sadoqat yo oqmi? Qorami? Bundan yana bitta katta chiqqani bor hozir. Voy, dahshatli. Bu zo'r, odamam mazza Mashinamga ko'z tegib qolmasa bo'ldi deyman. Bolamni butilkasi turishini qaranglar. Haydab ko'ring xohlasangiz, Sadoqat. Haydab ko'ring. Zo'rlikni batshi asallikka. Oho, bizga ham nasib qilsin, sizlar yo'linglarni bersin. Bundan ham zo'rlarini oling. Mashinam bardak lekin ichi bor, vashe bardak. Mana gapirmang. Mana Feruza mashinasi, Jonka. Voy, mashina olmoqchi bo'lgan joyimdan anaqa Bizdagi bugungi ujin kimlar tanlasida. Feruzada katta yengilliklar, xudo xolisa kutinglar. Ham hayotiy, ham ish bo'yicha Sadoqat. Eng zo'r dietologlardan. Mana Malika opam. Janna Mo'minova. Rozalina. Va modellar. Sizni vashi ko'rmayman, уже necha davom etinglar. Nimalarni xalq zaytun bo'lsa, har kuni shunaqa o'yinlar yeyishadi.
Mana bizani qanaq ovqatimizga keldi. Hamma telefon olish bilan band. Doston ham bor, doston. Ovqatimiz keldi. Hammani qo'lida asosiysi telefon. Kelinglar. Bizni jo'mkalar bilan, hamsoyalar bilan bugun keldik. Shunday chiqin. Mezza qilib gaplashib o'tirib, qo'rqmayapmiz. Qo'rqmangizlar. Faqat ish haqida